6-apreldan Ozon sotuvchilar uchun juda ham ko'p o'zgarishlar boshlanyapti. Bu foydami, zararmi? Video davomida ko'rib bilib olamiz. Xo'p, demak, birinchi o'zgarishimiz bu logistikaga oid. Logistikada hammamizni jonimizga tegan shu sredniy время доставка degan ko'rsatkich butkul tugatilmoqda. O'rniga yangicha logistika hisoblash usuli joriy qilinmoqda. Demak, bu bizga foydami, zararmi? Juda ham to'liqroq video. Buni albatta biz YouTube kanalimizda batafsil yoritib boramiz. Muhim joyi shundaki, 5 litrdan oshiq gabaritga ega bo'lgan mahsulotlarni logistika xarajati arzonlashdi. Ozonda endi komissiya boshqacha hisoblanadi. Demak, shu paytgacha biz Ozonga komissiyamizni o'zimizni sotayotgan mahsulotimizni turiga qarab, ya'ni toifalari, predmetlarimizga qarab to'lagan bo'lsak, aytaylik, kimdir adejda sotadi, kimdir o'yinchoq sotadi va ularning har biri kategoriyasiga qarab har xil komissiya to'lagan. Endi 6-apreldan boshlab komissiya sizni sotuv narxiga nisbatan hisoblanadigan bo'lyapti. Do'stlar, marketplace'larda faqat bilimi bor sotuvchilar emas, yangi o'zgarishlarga moslasha olgan sotuvchilar foydada qoladi. Sizlar bilan men Akrom Biznes YouTube'da ko'rishguncha.